Hurmatli talabalar, bugungi darsimizning mavzusi yorug'lik bosimi. Darsning rejasi quyidagidan iborat. Yorug'lik bosimini to'lqin nuqtai nazariyasi asosida tushuntirish. Lebedev tajribasi yorug'lik bosimini kvant nuqtai nazariyasi asosida tushuntirish. Bizga ma'lumki, hozirgi kunda yorug'likning tabiati to'g'risida yorug'likning korpuskular nazariyasi va yorug'likning to'lqin nazariyasi mavjud. Yorug'likning to'lqin nazariyasiga asosan yorug'lik to'lqin deb qaraladi. Yorug'likning korpuskular nazariyasiga asosan yorug'lik zarracha yoki kvant deb qaraladi. Yorug'lik bosimi yorug'likning zarracha yoki kvant xususiyatiga ega ekanligini isbotlaydi. Yorug'lik bosimi to'g'risidagi dastlabki fikrlar 1619-yil nemis olimi Kepler tomonidan aytilgan. Quyoshga yaqinlashgan kometa dumining burilishi orqali tushuntirilgan. 1873-yil Maxwell yorug'likning elektromagnet tabiatiga ko'ra quyidagi xulosaga keladi. Yorug'likning elektromagnet to'lqin nazariyasiga asosan yorug'lik va elektromagnet to'lqin. Yorug'lik elektromagnet maydonni hosil qiladi. Modda ichidagi elektron yorug'lik ta'sirida tebranma harakatga keladi. Yorug'lik ta'sirida moddada elektr maydon ushlanganligi yo'nalishida elektr toki hosil bo'ladi. Magnit maydonining ta'siri natijasida Lorentz kuchi hosil bo'ladi. Lorentz kuchining yo'nalishi elektromagnet to'lqinning yo'nalishi bilan mos tushadi. Natijada Lorentz kuchi yorug'likning bosim kuchini hosil qiladi. Maxwell elektromagnet to'lqin nazariyasiga ko'ra quyidagi formulani yaratadi. P teng I taqsim C 1 plus rho. Bu yerda P yorug'lik bosimi, I moddaga tushayotgan yorug'lik intensivligi, C yorug'lik tezligi, rho sirtni qaytarish koeffitsiyenti. Maxwellning formulasiga ko'ra yorug'likni to'la qaytaruvchi sirtning bosimi bilan yorug'lik to'la yutuvchi sirtning bosimi bir-biridan 2 marta farq qilishi kerak. Lebedev tajribasi 1900-yil Lebedev yorug'likning qattiq sirtga berilgan bosimini sezgir burama tarozi yordamida o'lchaydi. Lebedev tajribasining qiyinchiligi quyidagilardan iborat edi. Yorug'lik bosimining kichikligi, radiometrik effekt xalaqit berishi, havoning konveksion oqimining xalaqit berishi. Lebedev barcha qiyinchiliklarni yengishga muvaffaq bo'ldi. Ichidan g'oz so'rib olingan idish olib, idish markazida ingichka kvars shisha toladan yasalgan ip osilgan. Bu tolaga juda yengil yoltiroq va qaraytirilgan plastinkalar mahkamlangan. Plastinkalarga yorug'lik tushirilganda ularning burilish burchagi kuzgi orqali aniqlanib, momentni topish mumkin. Tajribadan olingan natijaga asoslanib yorug'lik bosimini aniqlaydi. Yorug'lik bosimi intensivlik va sirtning qaytarish koeffitsiyentiga bog'liq. Yorug'likning yoltiroq kuzgili sirtdan qaytish natijasida uning impulsi 2p ga teng bo'ladi. Yorug'likning qoraytirilgan yoki to'la yutuvchi sirtdan qaytishi natijasida impuls p ga teng bo'ladi. Yorug'lik bosimining tajribadan olingan natijasi bilan Maxwellning nazariy hisoblashlari 2% xatolik bilan mos tushadi. Yorug'lik bosimini kvant nuqtai nazaridan quyidagicha tushuntirish mumkin. Yorug'lik zarrachalari, atomlar moddaga tushishi natijasida o'z impuls berish hisobiga yorug'lik bosim kuchi bilan ta'sir qiladi. Yorug'lik bosimini kvant nuqtai nazaridan quyidagicha tushuntirish mumkin. Biz moddaga tushayotgan yorug'likni zarracha deb qarasak, yuzasi S bo'lgan qoraytirilgan sirtga
perpendikular ravishda delta t vaqt ichida enta foton tushsin. Har bir foton impulsi quyidagiga teng. P teng h nu taqsim c. Bu yerda h Planck doimasi, nu moddaga tushayotgan yorug'lik chastotasi. Ikkinchi tarafdan bosim kuchi F teng delta p taqsim delta t. Yoki bilan teng birinchi formulani hisobga olsak h nu ko'paytiruv n c delta t. Bu yerda delta p impulsning o'zgarishi, n 1 sekundda moddaga tushayotgan fotonlar soni. Yorug'lik bosimi bizga ma'lumki P teng F taqsim S. Bu yerda F ning o'rniga ikkinchi ifodani qo'ysak, quyidagi teng bosim bo'ladi. H nu ko'paytiruv n C bo'lingan C S delta t. Bular teng I taqsim C ga. Bu yerda P teng I taqsim C ga teng bo'lib qolyapti. I moddaga tushayotgan yorug'lik intensivligi. Qoraytirilgan sirt uchun P I taqsim C ga teng. Nima uchun I taqsim C ga teng? Bu yerda qoraytirilgan sirtga foton tushib, unda to'liq yutiladi va orqaga qaytmaydi. Shuning uchun urishdan keyin orqaga qaytish impulsi 0 ga teng. Yaltiroq sirt uchun esa yorug'lik bosimi P teng I taqsim C ga teng. Bu yerda intensivlik 2 marta oshishiga sabab moddaga yorug'lik qanday impuls bilan tushsa, shunday impuls bilan orqaga qaytadi. Natijada impulsning o'zgarishi 2 marta katta bo'ladi. Demak, yorug'likning bosimini hisoblashda bizlar ham Fokin nazariyasidan foydalanishimiz mumkin ekan, ham kvant nazariyasidan foydalanishimiz mumkin ekan. Yorug'lik bosimi juda ko'p hodisalarni tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, ba'zi kosmik hodisalar, kometalar dumi, yulduzlarning maksimal o'lchami faqat yorug'lik bosimini hisobga olgandagina tushuntiriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.